Hoy menga tegma, qoch, menga tegma deyapman. Hoy yaramas zombi menga tegma. Voy, qoch. Nima qochib yuribsan? Zombi quvib kelyapti. Yo'q-ku, zombi qochib ketibdi-ku. Qochib ketibdi demak mendan. O zombilar ham yomon ayyor bo'lib qoldi, ko'rdingmi? Nima qilamiz endi? Biz ham bir kachoq bo'lib zombilarni urmaymizmi? Qanday kachoq bo'lamiz? Jinimiz ham kachoq bo'lish uchun mashq qilish kerak. Menda mashq qilish uchun zo'r g'oya bor. Qanaqa? Короче, trenajyorniy zal qurish kerak. Erta quramiz, ketdik, uxlaylik. Mayli. Sandan ham mandan ham qolar bu dunyo, qolar bu dunyo. Oh, voy. Shu ertalabdan kim telefon qilyapti? Eshitaman. Alo. Jo'xa, zo'rmisan? Zo'rmasman. Nima uxlayotgan payt telefon qilaverasanlar? Jinnimisanlar? Uxlayotganmiding? Yo'q, uxlayotganimda. Voy, nima deyapman? Uxlayotganimda, конечно. Uxlayotgan bo'lsang nima turding? Garing telefon qilgani uchun turdimda. Telefon qildim senga. Hozir qayerdan gaplashyapman sen bilan? Tentaymisan? Kechirasan, uzr. Короче, bitta ish bor senga. Ishingni qilaman, uxlab olay. Yo'q, uxlama, tur bo'ldi. Ertalab 9 bo'lib ketdi soat. Rostdan ham 9 tamayli. Nima ish gapir tez faqat. Kelsak aytaman, ko'chada ko'rsam senga aytaman. Bo'pti, ishlaringni ko'r, keyin ko'chada ko'rishamiz. Mayli. Tak. Ertalabda uyg'otadi yana. Men sen bilan telefonda gaplashyapman dedi. Telefonda gaplashmay, men sen bilan qurolda gaplashyapman nadoni. Soat rostdan 9 bo'lib ketibdi, lekin mayli, nechiva. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va Jigar ertalabdan meni villagerlar, ya'ni qishloqlar asabimni buzib tashladi. Короче, jigarlar, sizlar meni asabimni buzmaslikni xohlasanglar, tez kanalga obuna bo'linglar va videoga like bosinglar va videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki oxirigacha ko'ringlar. Tamom, короче, ko'p gap eshakka yuk deganlarda, men bechora eshagim juda ham og'ir yuk bo'lib ketyapti. Har doimgidek shu boshimni og'ritadigan ishlardan biri bo'lgan bu poliz ishi. Shu polizdagi ishlarni qilish to'g'risida aytsam, jonimdan ham battarga tegib ketgan. Qishloqqa telefon, to'xta, ertalab telefon qilganding menga endi gapir. Короче, kecha bariq bitta zombi quvdi, urishmoqchi deb kuchim yetmadi. Nima qilay shunga men? Короче, kuchli bo'lmoqchiman. Hozir men sana 1-2 marta tepsam sen kuchli bo'lib qolasan, a? Yo'q, boshqa reja bor. Qanaqa reja? Короче, hozir kartaga pul tashib beraman. O'sha pullardan birorta onlayn marketdan, короче, trenajyor uchun zal uchun narsalar zakaz qilib biz mashq qilib kuchaymoqchimiz. Shunaqa de. Bo'ldi, kartamga mana tashlayver. Tashladim, ko'rchi? Tushdi, tak, o'zim mana zakaz qilaman. Men tushunmayman, o'zing zakaz qilib berma. Hozir mana bundan bitta va bundan bitta. Bo'ldi, mana shularni bosib yubor. Bularni nima qilasan? Nima keragi bor? Aytganda qil, kelgandan keyin ko'rsan. Mayli, tak. Bo'ldi, buyurtma qilindi. Qachon kelar ekan? Bilmadim qachondir keladi. Короче, o'shada qo'yasan. Ishlaringni ko'rib tur. Mayli, men polizimdagi ishlarimni ko'rib turaman. Ungacha kelib qolsa kerak, a? Bo'pti, короче. Ko'p gapirmay deyman-u, lekin bularga ko'p gapirmasam bo'lmaydi, chunki kam gapga tushunishmaydi. Bularning miyasi qisqagina, kichkinagina miyacha. Farosat ertalab tarqatilayotgan payt uxlab qolganda bular bor farosat ola olmay qolgan, farosatini itlar yeb ketgan, nimadir bo'lgan, короче. O'shanaqa befarosat bo'lmasligi kerak-da o'z dunyoda. Ko'ryapsizlarmi, ertalabdan uxlayotgan joyda telefon qiladi, lekin menga o'xshab uyquchi ham bo'lmasligi kerak, chunki ertalabdan turish kerak vaqtliroq, kechikmaslik kerak hech narsaga. Tak, chotki, hop. Tak. Okey, normal ekib chiqish kerak qaytarib. To'g'risi, mana shu fermada ishlash o'zi bitta yakka yagona qiladigan ishim shu, va lekin shu ham jonga tegyapti. Chunki вообще bir xil ishda, bir g'alatiroq ishlar, yangicha ishlar o'ylab topish kerak. Lekin iloj yo'q. Bor ishni qilaman, yo'q ishga qilmayman. Короче, hozir trenajyorniy zal quraman. Yangicha ish menga. Bu ishni endi bilmadim qanaqangi darajada uddalayman yoki nima deyapman, uddalay olmayman. Voy, tilim sepib chiqib ketyapti. Короче, ko'rasizlar hozir. Ko'ryapsizlarmi, ko'rmayapsizlarmi, kommentariyga yozib qoldiringlar. Ko'rayotgan bo'lsanglar ko'ryapman deylar, ko'rmayotgan bo'lsanglar ko'rmayapman deylar. Bo'ldi, menimcha kelgan bo'lsa kerak, zakaz tak ochib ko'raylikchi. Tak, ana endi borib o'sha nimalarni olib kelish kerak, ya'ni kelgan dastavkalarni, ularni bilmayman qanday qilib qayerga qurish kerak. Voy, brat, shu yerdamisiz? Shu yerda dastavka kelgan sening nomingga. Bilaman, kelganimda o'shani olib ketishga keldim. Olaver, bemalol yashikda to'lov qilyapsan. Karta orqali qilingan. Olib ketaman hozir, короче. Tak, okey, hammasini olamiz. Men ketdim, bo'pti. Sog' bo'ling, omon bo'ling, bardom bo'ling, bo'lib keting nimadirlar. Mana ekan, mana o'sha qishloqqa. Menga qara, qishloqqa bizning zakazlar yetib ketdi. Zo'r-ku. Короче, qayerga quramiz? Qayerga qurishimizni bilmadim. Menda bitta savol bor. Qanaqa savol? Ma xolodilnik nima kerak bizga? Ichida chipslar bor ekan. Trenajyorniy zalda
trenirovka qilayotganlarga bizga chips yeb nima kerak? Endi och qolganda yeyiladi-da. Ha, mevalar nima kerak? Mevalar energiya bo'ladi, vitamin. Ha, tushunarli. Bu yuguradigan, bu tosh, bu preskami nimadir ishlaydigan narsa. Bilyard nima kerak? Bilyard bilan sen kuchli bo'lib qolasanmi? Endi diqqatni jamlash uchun kerak bo'ladi-da. Ha, tushunarli. Mayli. Men hozir birorta tekisroq joy topib quraman. Ustini yopishim shart emasmi? Yopmasa yomg'ir yog'sa boshimizdan nima o'tib ketadi? Biz kalmiz-ku. Ha, kallikni tan olish ham mahorat. To'g'ri aytyapti. Ular kal. O'shaning uchun ustini yopish kerak. Mana shu yerda katta joy bor, uyimning yonida. O'sha joydan quraman hozir. Vau, mana shu joyda cho'tki chiqsa kerak. Birinchi o'rinda mana bu narsalar qo'yib chiqish kerak. Bu bilasizlarmi nima? Bu yugurayotgan narsa. Ya'ni zombidan qochishda tezlikni oshirmoqchimiz qishloqlar bilan. Men qochmayman, ularni o'zi qochadi. 5 ta ekan-ku. 4 ta deb o'yladim. 5 ta zakaz qilingan ekan. Ha, mayli, yaxshi ekan 5 ta bo'lsa. 5 ta jitel va 4 ta jitel va men mashq qilsam bo'ladi. Bilyard nima kerak? Men hayronman. Bilyard zakaz qilgan buni qaranglar. Bilyard bilan o'ynab va bilyard toshi bilan kallasiga ursa kerak-da zombilarni. Ha, mayli, nima bo'lsa ham, короче, bularni o'zi biladi nima qilishdi. Men aralashmayman. Tak, okey, va oxirgisini mana bu yerga qo'yamiz. Juda ham ajoyib. Tak, endi toshlarni любой joyga qo'ysak bo'ladi. Mana shu yerga bittasini bu yerga, bittasini bu yerga, bittasini bu yerga va bittasini voy qiyshiq qo'yib yubordim-ku. Nicho, mana tosh ko'taradi. Endi mana bu narsalarni joylashtirishga xolodilnikni mana bu yerga qo'yamiz. Ichkilik olib kelsa bo'lmasmi undan ko'ra? Chips kim yeydi? Men misol chips yemayman. Xo'sh, shokoladlar ham bor ekan. Shokolad yeb trenirovka qilganda nima foyda? Ha, birorta joyda o'zgarish bo'ladimi qaranglar. Vau, dahshat, juda ham ajoyib joylar bo'ldi, lekin digitalga aytish kerak edi, hamma keyin aytaman. Hozir borib daraxt topib ustini yopish kerak. Daraxt topib kelish kerak. Iloji nigga daraxt bo'lsa ham, nigga daraxt bo'lmaydi, chunki faqat ustini yopsam bo'ldi. Nigga daraxt bo'ladimi, boshqa daraxt bo'ladimi, iloji ustini yopish kerak faqat. Yomg'ir o'tmasa bo'lgani, ular kallasi kal bilasizlarmi, bilmaysizlarmi bilmayman. Ularni kallasiga agar yomg'ir o'tadigan bo'lsa, shamollab qoladi. Keyin ular davolatishga doktor topib kelishga men borsam kerak shahardan doktor olib kelishga. O'shaning uchun o'zim ishimni kamaytirish maqsadida ustini yopmoqchiman. Oson bo'ladi, unchalik qiyin bo'lmaydi. Hozir ko'rasizlar, cho'tki qilaman hammasini, dahshat bo'ladi. Tak, okey. Bilmayman nechta daraxt ketadi. Endi sanab o'tirishga to'g'risi miyam dosh bermasa kerak. Endi hozir sanaymiz. Telefon bilan sindiryapman. Telefonimda o'zi sinib ketadi-ku daraxt sindirguncha. Xo'sh, mana 22 ta, 23 ta, 23 ta, 24 ta, 25 ta, 26 ta, 27, 28, 29, 30. 30 mi? 29 bo'lib qoldi. Ha, mayli. Endi bitta olamiz, 37 kerak menimcha. 30 bitta bo'lib ketdi. Normal, yaxshi. O'zi 30 ta bo'lgan ekan. Bittani yana bekor sindirib o'tiribman ekan. Hozir ichkaridan kirib, hozir bitta usul o'ylab topdim. O'shani qilib chiqaman, qarab turinglar. Birinchi o'rin hammasini taxtaga aylantirib o'ramiz. Keyin bundan bir nechtasidan cho'p yasab olish kerak. Nechta desam ekan? 5, 6, 7, 8 tasidan 32 ta chiqadi. Bizga mana bunaqa shotka kerak. Bunga yog'och ham kerak ekan-ku. Ha, mayli, bir amallaymiz. Tak, buni yarmini olamiz-da bu yerga qo'yamiz. Buni yarmini olib bu yerga qo'yamiz. Tak, nechta olsak bo'ladi? 24 ta. Yetadi 24 tasi. Chotki hammasi. Ana endi hozir ko'rasizlar qanaqa qilishimni. O'rganib turinglar, o'rganib olinglar. Sizlarga ham kerak bo'ladi. Sizlar ham agar qurmoqchi bo'lsanglar. Tak, mana shu qatorga bitta, 2 ta, 3 ta va keyingisiga bo'yim yetmaydi-ku. Qanday qilamiz? Ha, mayli, 3 ta qilib qo'yib ketaveray aka. Keyin ko'raman. Mana bu yerdan bitta, 2 ta voy qish qo'yaverdim. 3 ta mana chotga. Endi mana uni olib tashlash kerak emas, xato qo'yilgan. Shu qatorga qo'ydim deb o'ylayapman. Bitta, 2 ta va 3 ta, yaxshi. Qaysi qator? Mana shu qatordan oxirgi qatorga to'g'ri keladi. Okey, normal. Вообще ingichka narsaga ham qo'yish ham g'alati. Tak, normal. Endi mana bu bloklarni ustidan qo'yib chiqish kerak. Tak, to'xtanglar. Bir amal ustidan ildirib olamiz. Ildiril, qo'yil. Yaxshi. Takoy. Okey, bularni sindirib yerga tushamiz. Endi buni osonroq usulda qilish maqsadida mana bunaqa qilamiz, qaranglar. O'rganib olinglar. Bu ham sizlarga kerak bo'ladigan narsa. Tak, ichkari tomonga qilar ekanman. Xo'sh, mana normali. Xo'sh, mana normalniy cho'tki. Va shunaqa davom etamiz. Muhimi mani nima edi? Mana shuni yog'ochlarim yetsa bo'lgani, yetmasa dabdala bor-ku keyin. Xo'sh, yetmayapti, ko'ryapsizlarmi? Yetmadi. Mazza xursand bo'lish kerak yetmagani uchun. Chunki yetganda yetgan bo'lardi. Mana. Borib yana olib kelish kerak.
nechta yetmadi ekan bilmadim, anchagina yetgani yo'q. Ustini yopmasam bo'lmaydi-da. Ana ularni aytyapman-ku, boshidan yomg'ir o'tib ketsa dabdala bo'ladi. Hozir hammamiz birgalikda tayyorlanamiz. Ko'rasizlar qanaqa kachok bo'lib ketamiz. Zombilar bilan birga bir oktagon ligaga jang so'raymiz. Oktagon ligaga jang ber, zombiga vizit tashlayapman deb zombi bilan urushaman men. Ana gigant zombilar bilan urushaman. Oddiy zombilar bilan qishloqlar urushadi. Biz oddiy zombilar bilan urushishga, короче, to'g'ri kelmaydi bizani milleniyamizga yoki kuchimizga to'g'ri kelmaydi deymi, bilmayman, nimagadir to'g'ri kelmaydi, короче. Tak, nechta olsam ekan? 20 ta olsam 80 ta. 80 nechta bo'lib ketdi? 84 ta, 86 tami. Короче, sanab o'tirishdi hozircha keragi o'zi kech bo'lib ketdi. Короче, trenirovka admin faqat qurib qo'yar ekanman bugun. Xo'sh. Okey, endi ustini yopamiz. Wow, dahshat. Qani. Okey. Tak, okey, chotki hammasi. Voy, mana bu narsalar ustidan yugurib yuribman borku. Ilojim yo'q-da, boshqa yurishga joyim yo'q. Tak, okey. Endi bu tomonga ham qo'yamiz. Nechtagacha yetdi? Oxirigacha yetibdi, ko'ryapsizlarmi? Voy, 14 ta qoldi. Yetamikan? Yetamikan? Bu yetmas ekan. Borib yana olib kelaman. Voy, yomon, juda yomon. Yomon, judayam yomon. Nimaga ham yetmadi, buni qaranglar. Dabdala bor. Yana olib kelish kerak, iloji yo'q. Shu bugun shuni tugatmasdan hech qayerga uxlamayman ham hattoki borku. Faqat tezlashishim kerak, chunki juda ham kech bo'lib ketdi. Hozir zombilar keladi. Zombilar ham trenirovka qilmoqchi bo'lar ekan. Lekin ularga ham trenajyorniy zal qurib berishimga to'g'ri keladi. Menimcha yetadi mana shu 5 ta. Tak, 5 tadan 20 ta chiqadi. Bemalol 3x3 yetadi. Shunday quraman, hozir borib vash uxlayveraman borku. Chunki uxlamasam o'sha kech bo'lib ketdi. Tak, hammasini aylantirib olamiz taxtaga va endi bunaqa qilib bu yerga qo'yamiz. Yana bir qator oshirish kerak. Xo'sh, mana va mana. Va nihoyat. Va shundan keyin ikkita yetmadi, buni qaranglar. Mayli, mana bunaqa qilib qo'yamiz. Cho'tki, ana endi bor uxlayman, chunki kech bo'lib ketdi. Vau! Ertaga turib mazza qilib mashq qilamiz, короче.